Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Fizika fanidan navbatdagi 13-chi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Eslatib o'tamiz, ma'ruza mashg'ulotimiz fizika 2 fanidan oxirgi semestr bo'yicha bo'lib o'tadi. Ma'ruzaning mavzusi qattiq jismlar fizikasiga bag'ishlanadi. Keling, ma'ruza rejasi bilan tanishib o'tsak. Demak, birinchi kirishmali yarim o'tkazgichlar donor va akseptor energiya sathlar, ikkinchi kirishmali yarim o'tkazgichlarda tok tashuvchi zaryadlar konsentratsiyasi, uchinchi kirishmali yarim o'tkazgichlarning o'tkazuvchanligi va uning temperaturaga bog'liqligi. Hattoki yetarlicha toza bo'lmagan yarim o'tkazgichlarda o'zining xususiyati energetik sathlar hosil qiluvchi kirishma atomlari mavjud bo'ladi va bu energiya sathlar yarim o'tkazgichdan taqiqlangan soha valens sohasi, ship va o'tkazuvchi sohasi tubida ma'lum masofalar joylashishi mumkin. Ayrim hollarda yarim o'tkazgichlar kerakli elektrofizik xususiyatlar berish uchun ataylab kirishma atomlari kiritiladi. Demak, ko'rib turganingizdek, yarim o'tkazgichlar biz sizlar bilan toza yarim o'tkazgichlar haqida demak ikkinchi darsimizda suhbatlashgan edik. Bugungi darsimizda bo'lsa, demak, o'sha aralashmali yarim o'tkazgichlarda xususiyatlari bilan tanishib o'tamiz. Chunki aralashmali yarim o'tkazgichlarda demak kremniy atomlari orasiga mishak atomlari kiritilsa, u taqiqlangan sohada qo'shimcha lokal, ya'ni mahalliy sath beradi va donor sath deb ataladi. Faraz qilaylik, kremniy kristallida bir qismi kremniy atomlari o'rniga 5 valentli mishak atomlari joylashtirilgan bo'lsin. 4 ta qo'shni atomlar bilan kovalent bog'lanish o'rnatish uchun mishak atomi 4 ta valent elektronni sarflaydi. 5-chi elektron bu bog'lanishni o'rnatishga qatnashmaydi. Mishak atomi direktiv sintezchaligi 12 bo'lgan kremniy kristall panjara muhitida bo'lgani uchun 5-chi elektron mishak atomi yadrosi bilan 12 marta susaygan bog'lanishni hosil qiladi. Maydon susayganligi sababli 5-chi elektron orbitaning radiusi 12 marotaba ortadi. Uning mishak atomi bilan bog'lanish energiyasi bo'lsa, demak 144 marta kamayib, demak bu 0,1 elektron qiymat atrofida bo'ladi. Elektronga bunday energiyani uzatganda u mishak atomlaridan uzilib, kremniy panjarasining erkin harakati demak erkin harakatda bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shunday qilib, o'sha har bir kiritilgan atom hisobiga ortiqcha o'tkazuvchilik elektroniga ega bo'lamiz. Sohalar nazariyasi tili bilan bu jarayonni shunday tasavvur qilish mumkin. Valent va o'tkazuvchilik sohasi orasidagi taqiqlangan sohada mishak atomlari 5-chi elektronning energetik sathi paydo bo'ladi. Bu energetik sath o'tkazuvchilik sohasi tubining yaqiniga, ya'ni 0,1 elektron volt energetik masofaga joylashadi. O'tkazuvchanlik sohasida elektronlarni hosil qiluvchi kirishmalar donorlar deb ataladi. Ularning energetik sathlari donor sathlari deb ataladi. Donor kirishmalariga ega bo'lgan yarim o'tkazgichlar bo'lsa, elektron yarim o'tkazgichlar yoki negativ, ya'ni N tipdagi yarim o'tkazgichlar deb ataladi. Demak, to'ldirilmagan bog'lanish kavak eslatadi va kremning valent sohasi bo'sh vakant holatni hosil qiladi. Ya'ni ekranlaringizda ko'rib turganingizdek, kremniy atomlar orasiga bor atomlarni kiritadigan bo'lsak, xuddi shu holatni hosil qiladi. Bu yerda kremniy atomlari har bitta atom o'zaro atomlari bilan 4 valent bilan bog'lanadi. Bor atomlari bo'lgan bo'lsa, ular 3 valentga ega bo'ladi. Ya'ni har bir qo'shnisi bilan 3 valent elektron orqali bog'lanadi. Ana shunday qilib, bor atomlar kiritilgan paytda valent sohasidagi shishmaning yaqin demak yaqinida 0,1 elektron volt masofada bor atom elektronlar egallamagan energiyasiz sathlar joylashadi. Ya'ni shuning hisobiga bitta elektron yetmaganligi tufayli bitta elektronni yulib oladi. Natijada demak kremniyda bitta bo'sh soha, ya'ni bog'lanmagan elektron yetishmaydigan bitta soha hosil bo'ladi. Shuning uchun kremniy kristalli har bir kiritilgan bitta bor atomiga nisbatan bitta kavak hosil qiladi.
yarim o'tkazish valens sohasidan elektronlarni tortib oluvchi kirishmalar akseptorlar deb ataladi. Ularning yanagi sathlar, akseptor sathlar deb ataladi. Akseptorlarga ega bo'lgan yarim o'tkazgichlar bo'lsa, kavakli yarim o'tkazgichlar yoki pozitiv tipdagi, ya'ni P tipli yarim o'tkazgich deb ataladi. Rasmda en tipdagi yarim o'tkazgich Fermi sathining temperaturaga bog'liq o'zgarishi keltirilgan. Demak, kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu oraliq o'tkazuvchanlik sohasi va Fermi sathini oralig'ida eksponensial shunday o'zgarishni, egri chiziqda o'zgarishni bizga mana shu temperatura orqali taqdim etadi. Past temperaturada kristal panjara issiqlik tebranishlarining o'rtacha energiyasi YG taqiqlangan soha kengligi juda sezilarli kichik bo'ladi. Natijada bu tebranishlar valent elektronlarni qo'zg'ata olmaydi va o'tkazuvchanlik sohasiga uzata olmaydi. Energiya 0,0 elektron volt bo'lganda donor sathidan elektronlarni o'tkazuvchanlik sohasiga uzatish uchun zarur bo'lgan temperatura deyarli bir nechta kelvindan boshlanadi. Bu past temperaturalar sohasida erkin tok tashuvchilar konsentratsiyasi Fermi sathi bilan o'tkazish sohasi tubigacha bo'lgan masofa bilan aniqlanadi. Masofa qanchalik kichik bo'lsa, shuncha tok tashuvchilar konsentratsiyasi katta bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, demak, berilgan aniq temperaturalarda elektronlar va kaviklar konsentratsiyasining ko'paytmasi o'zgarmas kattaligini oldingi darsda ko'rib o'tganmiz. Demak, bu yerda N tipli yarim o'tkazish uchun Fermi sathining tenglamasi, ya'ni muning tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Bu tipli yarim o'tkazish bo'ladigan bo'lsa, uning uchun demak o'sha Fermi sathining nimasi, energetik tenglamasi quyidagiga teng bo'ladi. Bu yerda N, D va N, A donor va akseptorlar kirishma atomlari konsentratsiyasi, Y, D va Y A'lar donor va akseptor sathlarning energiyasi. Temperatura ko'tarilishi bilan o'tkazish sohasidagi elektronlar konsentratsiyasi ortib boradi. Donor sathidagi elektronlar konsentratsiyasi kamayadi. Donor sathi elektronlar demak elektronlardan kambag'allashadi va N tipli o'tkazgichdagi ham akseptor sathlar bo'sh holatlar demak holatlardan kambag'allashadi. Kirishma atomlar elektronlar butunlay tugaganda N tipli yarim o'tkazgichning o'tkazuvchi sohasi elektronlar konsentratsiyasi N donor konsentratsiyasiga tenglashadi. Demak, shunday qilib past temperaturada o'tkazuvchanlikni kirishma atomlari hosil qilinadi. N tipli yarim o'tkazgichning elektronlar konsentratsiyasi quyidagicha aniqlanadi va akseptorli yarim o'tkazgichlarning teshiklarining konsentratsiyasi demak quyidagicha aniqlanadi. Demak, bu yerda ko'rib turganingizdek N va M'lar elektronlar va teshiklarning effektiv massalari deb ataladi. Yuqori temperaturalar sohasi temperaturaning bundan keyingi ortishi xususiy zaryad tashuvchilarning faol qo'zg'ata boshlaydilar. Yarim o'tkazgich xususiy yarim o'tkazgich holatdan yaqinlasha boradi. Natijada Fermi sathi xususiyati yarim o'tkazgichning Fermi sathi holatidan YG taqsim 2 ga yaqinlashadi va N konsentratsiya N donorga teng bo'lganda ma'lum temperaturagacha o'zgarmasdan qoladi. Bu holatda Fermi sathi holati quyidagi ifoda bilan aniqlanadi. Ya'ni mu teng, demak, o'sha temperaturaga to'g'ri proporsional va effektiv massalarning kavaklarning va teshiklar konsentratsiyasi effektiv massalarning o'sha natural logaritmikimizga to'g'ri proporsional bo'ladi. Ammo yetarlicha yuqori temperaturada xususiy zaryad tashuvchilarning konsentratsiyasi nafaqat N ga teng bo'ladi, balki undan sezilarli katta bo'ladi. Va quyidagiga teng bo'ladi. N teng N bo'lganda kirishma atomi yarim o'tkazgichlarning Fermi sathi holati quyidagi ifoda bilan aniqlanadi. Yarim o'tkazgichning xususiyati quyidagi demak yarim o'tkazgichning xususiyati quyidagi asboblarda qo'llaniladi. Demak, aytmoqchimizki, ma'lum bir temperaturalarda faqat o'sha N tip yarim o'tkazgichda o'sha konsentratsiya o'zining o'sha qiymatini saqlab turadi. Yuqori temperaturada bo'lsa, qo'shimcha elektron va kavaklar bo'lish hisobiga uning o'tkazuvchiligi yanada ortadi. Ammo lekin o'sha unda yarim o'tkazgichda uning turiga qarab turib N
tipdagi yer asosiy zaryad tashuvchilari N bo'lgan yoki P bo'lgan turlarga ajraladi. Va o'zgaruvchan tokni to'g'irlash uchun yarim o'tkazuvchi diodlardan foydalanadi. O'ta yuqori chastotali elektromagnetik to'lqinlarni generatsiyachi tunnel diodlaridan foydalaniladi. Yorug'likni nurlantiruvchi diodlar, fotodiodlar, fotoelementlar quyosh batareyalaridan foydalanadi. Demak, termistorlarda foydalanadi, varikaplarda, ya'ni o'zgaruvchan sig'imli kondensatorlar foydalanadi. Bundan tashqari bipolar va maydanoz tranzistorlarni hosil qilishda, demak, bunday aralashmali tipdagi yarim o'tkazgichdan foydalaniladi. Kompyuterning xotira olish qurilmalarida, demak, biz bilamizki, bunday aralashmaga foydalaniladi. Yarim o'tkazgichlar zamonaviy elektrotexnikaning asosiy egaligi bugungi kunda hammamizga ma'lum. Demak, yarim o'tkazgichli diodni PN o'tish sohasi, ya'ni bir taraflamadagi bir tomonlama o'tkazuvchiga ega bo'ladi, bir yo'nalishda tok o'tadi, ikkinchi yo'nalishda esa tok o'tmaydi. Demak, bu filtratsiya vazifasini bajarib beradi. O'zgaruvchan tokdan doimiy tok olishning sodda chizmalarida ishlatiladi bu. Boshqa yarim o'tkazgich asboblari mikrosxema yaratishda, demak, bu PN3 sohasi asos bo'ladi. Termistorlar temperatura ortishi bilan o'zining qarshiligini o'zgartiruvchi yarim o'tkazgich asbob hisoblanadi. Va PN o'tishning hajmiy qarshilikka ega bo'lgan element termistor deb hisoblanadi. Temperaturaning nazorat qilish tizimlarida termistorlardan faol foydalaniladi. Fotorezistorlar, ya'ni fotoqarshilik nomi bilan mashhur bo'lgan asbob tushayotgan nurlanish jadalligiga bog'liq o'z qarshiligini o'zgartiruvchi yarim o'tkazgich element hisoblanadi. PN o'tish hajmiy qarshilikka ega bo'lgan element hisoblanadi. Bundan tashqari optik nurlanishni qabul qiluvchi va ilg'ovchi asboblarni, ya'ni sezuvchi, registratsiya qiluvchi asboblarni yaratishda qo'llaniladi. Fotodiod bu, demak, yoritgichlarda o'z qarshiligini o'zgartiradi va o'zidan tok o'tkaza boshlaydi. Ya'ni ma'lum bir yorug'likdan boshlab turib o'zidan tok o'tkazib boradi. Bu o'tish sohasidan iborat bo'ladi. Nurlanishni ilg'ovchi va ma'lumotlarni qabul qiluvchi uzatish tizimlarini yaratishda qo'llaniladi. Bundan tashqari quyosh batareya va modullarini fotodiodlardan tashkil topganligini bugungi kunda hammamizga ma'lum. Svetodiod, ya'ni yorug'lik nurini chiqaruvchi diod elektr energiyasini yorug'likka aylantiradi, ag'daradi, o'z tarkibidagi PN sohasiga ega bo'ladi. Odatdagi cho'g'lanma lampadan farqli o'lchamlari kichik bo'lganligi uchun kam energiya sarflaydi, uzoq muddatli kafolati bor. Demak, shuning uchun ham hozirgi kunda aksariyat fotodiodlardan foydalangan holda uylarni va boshqalarni yoritish, demak, foydalanmoqdamiz. Avtomobil farlarida, svetoforlarda va boshqa maqsaddagi yorug'lik chiqaruvchi qurilmalarda ishlatiladi. Xo'jalik asboblari elektron tizimlarida, aloqa vositalarida, masofaviy boshqaruv tizimlarida ishlatiladi. Yarim o'tkazgichli lazer o'zining kichik o'lchamlari va kam energiya sarf qilishi bilan ajralib turadi. Tibbiyotda o'lchash asboblarida, optik aloqa tizimlarida, lazer ko'rsatkichlarida va boshqa sohalarda juda keng qo'llaniladi. Tranzistor ikkita PN sohasidan iborat bo'lgan tuzilma hisoblanadi. Elektr signallarni kuchaytirishda fizikaviy daraja mantiqiy operatsiyalarni amalga oshirish uchun qurilmalarda foydalaniladi. Mikrosxema yarim o'tkazgich diodlarini, tranzistorlarni va qarshiliklarni mujassamlashgan iborat bo'lgan maqsadli funksiyalarni bajaradigan tuzilma hisoblanadi va planar texnologiya asosida yaratilgan ayrim mikrosxemalarda 55 million tranzistordan tashkil topganligi hozirgi kunda hammamizga ma'lum. Demak, bugungi darsimizda foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati quyidagilardan iborat va o'sha ta'lim saytlari, resurslari quyidagilardan iborat va ularni siz ko'rib, tanishib, yarim o'tkazgichlarni, aralashma yarim o'tkazgichlarni o'sha qayerlarda keng qo'llanish va qanday mazmunda qo'llanish bilimlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Bo'lmasa, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.
Keyingi darsimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Xayr, omon bo'ling.